Takror aytamiz, 7 yoshgacha bo'lgan bolangizni urishlik jinoyat. Urmang umuman bolangizni. Yuziga, boshiga urmang. Har urganda miyadagi nechidir millionta hujayralar o'lib ketar ekan. Diyonatan ham mumkin emas. İnsonni yuziga urishlik mumkin emas. Chunki insonning yuzida, boshida juda ko'p nerv tolalari joylashgan. Bu bolani kelajakda aqli zaif bo'lib qolishiga olib keladi. Bizda ota-onalar og'ziga urgan, yuziga urganni juda shu kunlarda ko'ryapmiz. Shu kunlarda 3 yoshli bolasini yuziga shapatlab urgan ota-onani ko'rib, majbur mashinamdan to'xtab, yo'lni chetiga borib, otasini ham, onasini ham 15 minutlar qo'yibsiz. Qanaqa odamsizlar sizlar? Uyalmaysizlarmi? Menga ber bolangni dedi. 3 yoshli, necha yoshda bolangiz? 3 yosh. Bola har xasha qilyapti, nimadir olib bering deyapti. Sho'x, to'polonchi. Ota so'tak qarab turibdi, ona yuziga shartillatib, og'ziga o'chir ovozini deb uryapti. Bu Toshkentda bo'layotgan voqea.